shunchalik qiynalganlarga xalqqa yordam beramiz, sportsmenlarga yordam beramiz. U bu deyapti. Borib bir gaplashib ko'ringlar. Qiynalgan odamni tushuning. Nagliyo borib, mana odam qiynalgan, uyi yo'q, joyi yo'q, yashaganing, yegani, ichgan narsasi yo'q yoki mana sportsmenni mana nima qilish kerak? Bitta bo'yiga 5-6 ming chiqim ketadi. Shuni qilish kerak deb bitta so'rab ko'ringlarchi, bitta bo'yiga podgotovkasiga yoki qiynalganga shunday hech qanaqa bez reklama, hech narsasiz pulni beramikan. Qiynalgan odamni video qilib rostdan ham qo'yiladi. Mayli, u bir tomondan boshqalarga o'rnak bo'lsin deb ham qo'yiladi. Bir tomondan o'zini ko'rsatib qo'yiladi. Bu ikkita uchta yo'li bor. Lekin sportsmenlarga shunday cho'ntaydan indamasdan reklama qilmasdan, istoriya qilmasdan shunday berib yuboradigan odam kam. Kam. Shunday berib yuborib tayyorgarligingga mana hamma yo'g'ingga deb turib, o'zini ko'rsatmaydigan odam kam. Pul berdimi, istoriyada o'zi chiqish kerak. Akajonim, rahmat sizga, sog' bo'ling, bizni podдержка qildingiz deb doim aytib turish kerak. Bitta aytmagin, muzrayib olishib, qaytib gapirmay qo'yishadi, rahmat.